polvonni zo'r karcher akalar. Polvon akalar uchun arzon karcher so'rayotganmi deylar. Bu og'ir. Buni bitta ko'tarib ko'rasizlar kelgandan keyin kichkina narsa emas bu. Induksion motor, tez qizimaydigan zo'r karcher apparatimiz kelgan akalar. Bitta ko'ringlar buni. Mana komplektida hamma narsasi bor. Pena pachogi ham bor komplektida. Pistoletini ham ko'rsataman. Karcher zo'r so'rayotganmi deylar. Mana 140 bar. Polvondan 140 barlik karcherimiz. Bitta ko'rishinglar. Xohlardim. Mana bu karcher chempion karcher bo'ladi. Tez qizimaydi. Qolisanglar mana. O'zini shuni ulaymiz. Hozir ulab ko'rsataman. Video uzunroq bo'ladi. No, sizlarga aniqroq bo'lishi uchun ko'rsatishga harakat qilaman. Qarang. Mana bu birinchisi filtr joyi. Xo'p, ikkinchisi shlankamiz uchun chelaga tashlab qo'yadigan anaqa shlankamiz. Xohlasanglar buni bochkaga, xohlasanglar ko'lga, xohlasanglar daryoga, xohlasanglar aruga tashlab qo'ysanglar bo'ladi, farqi yo'q. Shuni olasizlar, dori seksanglar ham bo'ladi bu bilan akalar. Mana buni solib qo'ysanglar, filtrga tiqiladigan tosh, tuz o'tmaydi, setkali bu. Buning ichida ham mana filtrning o'zida ham setka bor, bunda ham setka bor. Mana ikkita setkadan o'tib, pompaga o'tadi suv tortadigan joyi bor. Xohlasanglar primoy kranga ulab qo'ysanglar ham bo'ladi. Nobo'g'li. Penabachuk professional. Mashinani oppoq qilib qor bilan o'rab beradigani mana shu bo'ladi. Narxi отдельно olaman desanglar, shuni o'zi ham 25-30 dollar tursa kerak. Bu pistoletimiz. Arzon karcher so'rayotgandik, lekin bu arzon emas. Sifati zo'ri, davleniyasi zo'ri. Uyaltirmaydigan variant. Ovozi unaqa baland ham bo'lmaydi bularni. Bundan birinchi marta sotishimiz emas. Ko'pchilik biladi, buni karcher olishgan. Narxi 1,5 million so'm. 140 barga aka 1,5 million so'm stoyit, lekin shlankasini bitta ochib ko'rsataman. Shlankasi ham troshli. Mana qaranglar. Tezda teshilib qolmaydi, nima bo'lib qolmaydi. Xo'p. Oddiy jaydar tilda tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, bo'ldi. Bu yo'q уже apparatimizga. Pistoletiga. Mana. Qaranglar, oddiy tushuntirishimizda. Suv bunaqasiga olyapti, bunaqasiga pistoletga haydab beryapti. Mana. Shlankani uzunligini bitta ko'rsatishga harakat qilaman. Yana bachuk, shlanka, misol uchun uzunligini bitta ko'ringlar. Taxminan 7-8 metr bormi, 10 metrmi? Hozir ko'ramiz uni ham. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metrlar atrofida ekan. 140 barga arziydimi-yo'qmi? Bu yerda hamma xarakteristika bor, garantiya bor. Apparatimiz full komplektatsiyada. Gidroksdan keyingi o'rinda turadigan karcher ham bo'ladi. Narxi 1,5 million so'm. Konsernet yoqalarga ham, uy sharoitida olib ishlatsanglar ham, xohlasanglar moyka karcher qilasizlar, xohlasanglar gilam yozinglar, uyga bitta kerakli dastur apparatimiz desa bo'ladi. 1,5 millionga arziydimi-yo'qmi? Fikringlarni pastda qoldiringlar. Bu qizimaydigan varianti. Buni ishlatganimizda ko'rgansizlar. 140 barli apparat. Mana men degan 5 million, 6 millionlik karcherlarda ham bunaqa davleniya bo'lmasa kerak. Buni ishlashni qarang. Hoppa! Polvondan yangi karcherimiz, buni davleniyasini bitta ko'ringlar. Voy, mazami. Buni bitta to'shkiga qo'ysanglar, mana bunaqa bo'ladi, qaranglar. Bitta to'shkiga taxminan 8 metrlar atrofida sep beradi. Davleniyasini ko'ryapsizlarmi? Tez qizimaydigan, uy sharoitida olib ishlatadigan zo'r karcherimiz, Polvon. Bu komplektida pena bachogi, o'zi cheladan oladigan shlankasi, hamma narsasi bor mana. Mana pena bachog ham oppoq qordagi sep beradi. Oddiy 10 ming so'mlik pena bachog emasda, 25 dollar, 30 dollar turadigan pena bachog. Bunga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar.